Bütün suralarda Jibril alayhissalom tushdi. Hamma surani Jibril alayhissalom olib tushdi. Qur'onda qaysi surasini, qaysi oyatini Jibril alayhissalom tushmagan? Alloh subhanahu taoloning huzuridan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zi olib tushgan. Qaysi oyatlar? Qaysi? Iqro? 5 hozir sizga. Necha oyat ash? 2 oyat. Qaysi surada joylashgan? Baqarada. Allohim ajringizni bersin. Baqara surasini oxirgi 2 oyati Amanar Rasul. Xo'p, mana shu surani kech paytlikka o'qib o'ziga dam solib yotish kerak inson. Nimadan himoya bo'ladi dedi? Nimadan himoya bo'ladi? Jinlardan himoya bo'ladi. Vasvas yomon tushlardan himoya bo'ladi. Basir qilashdan himoya bo'ladi.